Assalomu alaykum. Universal 95 agradikliga Qoraqalpog'iston. Mana bugun ishlamayotgan ishlarimizdan kichkina video obzor. Buxoroga yasalayotgan blokimiz Zavodskoy Atval, Zavodskoy Dimix, Limkenning stili, Limkenskiy. 5 korpus blokimiz 4+1 Arion 630 ga 90'a 35. Bir tomoni tayyor bo'ldi. Aylantirib, xudo xolasa ikkinchi yog'ini teramiz. Tak, bundan keyin yana bir blok yasalyapti. 4 korpus. New Holland 135 ga stoykalar tayin. Boshmaqlar tayin. Yo'qlari qatirildi. Bu ham Zavodskoy Atvaldan Atvalga kelsa bo'ldi. Buni ham qatirib taxlab boshlaymiz. Rama ham tayin buni. Bu blokimiz xudo xolasa 28-shislagacha chiqarib berishimiz kerak. Srogi bo'yicha. Buni mo'yni 5 korpus blokimizning ko'pchilikning savollari birinchi beriladigan savol shu bo'ladi. Blokning mo'yni baquvvat bo'laman, mahkam bo'laman deb. Mana Pachimlik turadigan yeri 160. Pachimlik 160 ga 240. Digirchaklari Rigorovishniy bo'ladi. Zavodskoy. Bunday digirchak bo'lmaydi. Bundan enini elliroq etib ishlaymiz. Sal ko'pchilik bizlarni kuzatib boradigan obunachilarimiz ichida o'zi biladi. Bundan da disk qo'yamiz. Ikki diskni bir-biriga suvarqilab, ustiga liska apishib ketamiz buni. Eni 20 sm bo'ladi. Rossiyskiy buna diskiga qaraganda eni elliroq bo'ladi. 8 shpilkali, pachimligi hamma zapchasi bo'yaverma to'g'riladi. Hech problemasi yo'q. Arqa diskiga nisbatan hamma zapchasi to'g'rilib ansat. Yana u ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Video qo'ymadinglar, ish bo'lib turibdi deganlar uchun ish bo'lib turibdi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra ara-tura video qo'ya olmay qolamiz. Blokimizning ishlatiladigan rama uchun ishlatiladigan uгольникlarimiz mana qalinligi. Stena 1, 1-2. Stena eng kamida 1, 1-2. 12-12, 14-14, 10-10. Mana 10, 12 rama. Stena. Ishlaydigan elektrodlarimiz Uni. Hammaga rahmat. Har doim Universal 95. Mehmet Sultanov. İşlerimizni qo'yib boramiz. Ketma-ketlik bilan. Bu blokimizda endi yer bo'lmasa, ispitaniya eta olmaymiz. Ispitaniyani egalarining o'zi ishlab, bizlarga videosini tashlab beradi. Hozir hamma yer zanit, pusto yer yo'q. Shu sabablarga ko'ra biz ispitaniya etib bera olamiz. Blok Timboli Buxoroga ketadi. Bizlarda ozg'anday vaqtlarimiz yetmaydi. Vaqtlarga olib borib ispitaniya etib berishga. Biz shu yerda blokni aylantirib ko'rib, egalarini topshirib beramiz. Qolganini egalarining o'zi videoga olib, surib ispitaniya jarayonini bizlarga tashlab beradi.